Kelin tomonidan hech nima olmayman degan mujik bolalar uchun oshxona mebellarni o'tni birinchi qo'l yasalaydigan joyiga yetib keldik. Bitta ushbu oshxona mebelimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Ushbu fayzli xonadonimizga chiroyli qilib akalarimiz yasab berishgan. Bunimiz, ya'ni Krashinni MD fason deshak, kimlardir neoklassika deyshadi. Chiroyli qilib akalarimiz qilib berishgan. Eng qizig'i stolishnisalari ham qalin, to'rlidan bo'lgan, hamma yo'q cho'tki bo'lar ekan. Eng qizig'i O'zbekiston bo'ylab bu akalarimiz xizmat ko'rsatishar ekan. Endi to'liq ma'lumotni ushbu oshxona mebelni yasagan usta akamizdan, ya'ni Abduvoqosdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Abduvoqos, charchamang. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, to'g'rimi? Abduvoqos bundan oldingi ishlaringizni ham video qoladi. U o'rtacha edi, ya'ni narxlari. Bu endi premium klassdagi bo'ladi. Eng full variantda bu ham xudo xolisa. Nechiga necha bunimiz? To'shni joyi 6 metrga, bo'yini balandligi o'zi 3.7 sm, biz 3 metrga qilib berganmiz. 3 metrga. Hozir patologga pashti tegib turibdi. Pashti 7 sm borda patologga. Orqasida ko'klari borligi uchun, havo aylanish hisobini olib, o'zi endi undan baland bo'lib kelsa ham jali noqulay bo'lib, xunuk bo'lib ketmasin deb shu holatga keltirdik-da. 3 etaj ekan-a bunimiz. 3 etajli varianti. Buni endi ikki xil varianti bor o'zi. 2 etajli, 3 etajli varianti bor. 2 etajligini karnizlari bo'ladi, baget qoshlar bo'ladi unda. Biz o'zimiz baget qosh deymiz, ustalar o'zi yaxshi biladi. Endi bu ba'zi mijozlar boshqa narsa bilishi mumkin. Ya'ni bu etajli variant. Baland bo'lgan hisobiga qosh-bosh o'zi xunuk bo'lib qoladi. Qo'yib bo'lmaydi. Bu o'zi fasoni shu. Shunaqa. Bu modelini o'zlaring tanlab berdilarmi? Uyga moslab, yo uyda egasi bilan kelishilgan holatda? Ha, biz kelganimizda kafellar yopishtirilgan ekan buni. Ba'zi joyda kafelni o'zimiz yopishtirib beramiz, ba'zi joyda kafelar yopishtirilgan bo'ladi. Endi hamma har xil bo'lgani uchun shu kafelni rangiga moslangan birorta rang qilib bering, moslashtirib deganim uchun shu oqqa yashil poson, polni yashil qilsak ham bo'lardi. U ranglar ham bor endi, hamma rangdan bor. Prosta sal o'rtasi hali ochroq svetda bo'ladigan bo'lsa, jana oshxonani ham bo'g'ib qo'ymasin degan maqsadda o'rtasini oq qilganmiz. Keyin korpus qismlarini oq qilganmiz. Ya'ni hamma yo'g'ini moslab o'zi 2025-26 da, ya'ni skrom minimalizm trendga chiqyapti. Shunaqa bo'layapti. Hozir kafelda, ya'ni bunga bir-biriga uyimiz remontiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Hamma yoqqa moslangan. Ortiqcha, misol uchun, xudo xolasa, hammani dastiga bersam, bunimiz 5 yilmi, 10 yil turadimi? 10 yildan keyin kelib turib, uyingizga mehmon kelsa, kimdir kelsa, hali me'daga tegmaydi. Jaydari tilda aytganda, uyingizga kelsa, hali me'daga tegmaydi. Ya'ni skromga ortiqcha bachkana joyi ham yo'q, xudo xolasa. Bu endi ne klassika posoni. Kimlardir agar klassika poson xohlaydigan bo'lsa, ular ham bor. Endi bu o'zim aytganda shu nisbatan klassika ham aralashgan bu mebelimizga. Nimaga ruchkalar tilla qilib berganmiz. Qora qilib qo'ysak o'ta ham bo'g'imtildan bo'lib qolardi. Chunki xonadonda o'zida qora rang yo'q ekan bunda. Faqat ko'proq tilla, seriy rang, yashil rang bo'lgani uchun bir-biriga patsvet qilib, moslashtirib, hamma yo'g'ini bir-biriga moslashtirib. Chiroyli qilib, eshik ruchkalari bilan bir xil qilib. Shu hamma ko'proq ruchkalar tilla rang bo'lgani hisobiga biz ham tilla rang ruchka qo'yib qo'yardik o'zi. Xo'p. Endi Abduvoqos, xo'p, bularimiz qanaqa material ishlatilgan? Nima bir aytsangiz. Endi buni krashinli bo'lgan, korpuslar laminatdan bo'lgan. Korpuslar laminatdan. Ha, endi buni krashinlida Rossiyani MDF ga tayyorlaymiz. Polni 100%. Keyin mexanizmlari eng yaxshisidan bo'lgan. Bular har doimgidek avvalgi videolarda ham aytganman, bu mebelda, bu krashinida mexanizmlar aldi bo'lmaydi hech kimni. Bilinib qoladi. Bilinib qoladi. Keyin o'zimiz qo'yayotganimizda o'zimiz qiynalamiz. U hali aldab ketamiz demoqchi emasman. Hali oddiyroq mexanizm qo'ysangiz, o'zimiz eshiklarni ilakani qiynalib qolamiz. Shuni hisobiga eng yaxshisini qo'yishga majburmiz. Shuning uchun qimmatroq narx aytamiz bularga. Yaxshi narxlarda, ya'ni O'zbekiston bo'ylab qilib berasizlar, xudo xohlasa. Bularimiz ham shunaqa. Shu, polni pastki qismi hammasi bitta, faqat rangini ikki xil qilganmiz, bir xil material ishlatganmiz. Krashinni mana MDF bo'lsa, bu ham MDF. Boshqa narsa aralashmagan bu mebelga. Endi hamma yo'q, xudo xohlasa, stolishnisalari Rossiyaniki, 100% Rossiyadan keladi. Krashin bu MDF fasad qismi ham Rossiyadan keladi. Keyin korpus qismi ham o'z Rossiyadan keladigan laminat ishlatganmiz. Ha, polni korpus qismini, PVXlarni ham eng yaxshisidan ishlatganmiz. 1 sm-lik, 1 sm emas, 1lik, 2lik, 0.4lik deb qo'yadi o'zi PVXning razmerlarini. Bunga 1lik PVX ishlatganmiz. Nimagaki ko'proq suv yeydigan narsa o'zi shu bo'ladi, PVX bo'ladi. Ya'ni ish ketib qolmaydi buni. Yo'q, umuman xudo xolasa namlatadi, aytadi ayollar bilib bilmasdan, buni erkaklar tushunishi mumkin, ayollar tushunmaydi. Shuni hisobiga
hali yaxshisini ishlatib qo'yganmiz. Majbur bo'lganmiz o'zi asosan oshxona mebelda asosan xarob qiladigan narsa tig' и suv bo'lsa kerak. Shunaqa bo'ladi. Ikkala narsa asosiy narsa shu bo'ladi. Xo'p, undan tashqari mana bu yerda mo'ykalargacha tur. Mo'ykalar alohida summa bo'ladi? Yo'q, mo'ykasini men mana shu eshikni yana qayta ochaman. Mana shu shulkani, endi shu shulkani qora qilib turib, mo'ykalarni ham qora qilganmiz. O'zim shu shulka Turkiyaniki bo'lgandi hisobiga. Ha, shulka ham ya'ni oddiy narsa emas, shu yo'q, oddiy prostoy emas. Ha, nikelligi bor. U ham yaxshi xizmat qilib beradi. Bu undan ko'ra xizmati ko'proq qalinroq material. Ha, yaxshisi shu. Keyin gazlarni ham, gazlarni o'zlari oldi, vichkalarni o'zlari oldi. Bular ustanovkasi bepul lekin. Ha, bular lekin joyiga moslab turib o'zimiz qo'yib berganmiz. Ustanovkalar. Endi buni ichi o'zi bu mebelimizni ko'p narsasi bonus bo'lmagan, faqat mo'yka shulkasini bonus qilib berganmiz. Nimagaki narxlarni sal o'zimiz endi kelishtiribroq qilib berganmiz bu mijozimizga. Ya'ni o'zi 1 pagona metr deganda 220 balandligida shunaqa bo'ladi. Hozir balandligi ham o'zi ancha bo'lib ketgan. Shunaqa. O'zi endi bir qator o'z narxlarini ham bir qator aytib beraveraman. Endi qiziq qolmay qoladimi bilmayman. Narxini aytib beraman. O'zi 1 metr mebelimiz bo'yini balandligi 270 ga chiqadi. O'tgan safar ham videoga qo'ydim, kanalingizga qo'ydim video. Unimiz 4 milliondan chiqarganmiz. 270 bo'lgan bo'yi ham. Endi xuddi shu posondagi mebelimizni 270 bo'lganini biz 3 metr qilib berganmiz bo'yini. 3 metrga qilib berganmiz hisobiga sal o'zi ko'p bonuslar qo'shib bermaganmiz. Shu 4 milliondan narxini tushirib berganmiz. 4 million berganmiz biz arzon qilib yetkazib berganmiz, dizaynini chiqarib berganmiz o'zimiz. Hamma yo'g'ini qilib berganmiz. Xo'p, bu necha kunda tayyor bo'ldi zakaz qilishgandan keyin? Hozir 20 kun oshiqroq bo'ladi. Endi obyektga qarab ko'proq kichikroq bo'lsa 20 kunda tayyor bo'ladi. Nimaiki bu o'ydiriladi. Undan tashqari jilvir ishlari bor, kraskasi. Kraska ham misol oddiy gruntopka, keyin jilvir, astar sepilib, keyin kraska sepilib, keyin lak sepiladi. Shu yerda o'zi 5 xil narsadan o'tyapti-da. Roverda o'yilishi bilan, gul o'yilishi bilan 6 xil narsadan o'tadi. Ya'ni qo'l vaqti ham shu edi, qo'lda ham shu edi. Ko'p ketadi. Ko'p ketadi. O'shanga yarasha xizmat qilib beradi. Ha, kutaveraman, menga bo'ladi shu mebel yoqdi deganlar uchun ham men nomerlarimiz bor, bemalol telefon qilsa qilib beraveramiz. Endi bundan arzonroqlari ham, bundan tezroq bitadiganlari ham bor. Xo'p, necha million arzoni bir pagona metrimiz? 2 million so'mdan boshlab qilib beramiz. Yo'q, ketaveradi. Yo'q, laminat posonda bo'ladi ular. Xo'p, buni hozir mana ayollarimiz, boshqalar ham ko'ryapti. Xuddi shu oshxona mebelda O'zbekiston bo'yicha shu narxmi yo o'zgaradimi? Yo'q, biz Toshkentga dovur o'zi vodiy Toshkent bo'ylab 4 million so'm qilib beramiz. Endi vohadan telefon qilayotganlar ham bo'lyapti bizga. U vohadan telefon qilayotganlarga misol obyekt kattaroq bo'lsa, endi hali bilasiz biz faqat oshxona emas, komplekt domlarimizni ham qilib beraveramiz, domlarini ham. Shunaqalari bo'ladigan bo'lsa, endi dastavka ustanovkalarini ham bepul qilib yetkazib beraman. Faqat oshxona bo'lsa, 3 metr 4 metr oshxona bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi 50 kellik bo'lib qoladi endi o'rtada. Borini aytib qo'yaveraylik. Shunaqa bo'lgani uchun endi faqat oshxona bo'ladigan bo'lsa shu 50 kellik bo'lib qoladi dastavkalar. Ya'ni yo'lkira sal qimmatga tushib qoladi bizga. Xudo xolasa do'stlar, ya'ni bu 4 million so'mning ichida vodiy Toshkent bo'ylab dastavka ustanovka servis o'lchash umuman dizayner xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Uyingizga qarab yoki bizda o'zi asosan ayollar zakaz beradi. Oshxona mebelda to'g'risi erkaklar aralashmaydi. Misol birorta serialdan, kinodan ko'rib qolgan rasmlarni tashlab bersam, xudo xolasa yasab berishadi. U muammosi yo'q. Yo'q, bundan muammo yo'q. Rangidan, dizaynidan, ko'rinish, misol uchun joyi qanaqa razmerda bo'lmasin tayyorlab beramiz. O'zi biz asosan nostandart mebellarga chaqiradi ko'proq. Biz standart mebellarimiz ham yo'q o'zi. Hamma mebelimiz joyiga moslab tayyorlaymiz. Bemalol telefon qilishaversa, aytgan mebelini xohlagan ko'rinishda qilib tayyorlab beramiz. Aytgan rangidan qilib tayyorlaymiz uni. Xudo xolasa. Do'stlar, iloji boricha sizlar o'ylagan savolga javob berishga harakat qildik. Agar sizlar o'ylagan savolga javob bermagan bo'lsa, Abduvaqos nomerlarini pastda qoldirdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menimcha hamma yoqda aytdi, Abduvaqos. Sog' bo'linglar.